Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda aholini va iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz energiya bilan ta'minlash ustuvor vazifadir. Ayniqsa, olis va chegara oldi hududlarni rivojlantirish doirasida yirik infratuzilma loyihalari hayotga tatbiq etilmoqda. Xususan, Farg'ona viloyatining So'x tumanida boshlangan umumiy qiymati 41 million dollarni tashkil etuvchi Milliy GES loyihasi buning yaqqol amaldagi ifodasidir. So'x tumanining tabiiy sharoiti va sersuv daryolari bu yerda muqobil energiya manbalarini yaratish uchun katta imkoniyat beradi. 2026-2029 yillarga mo'ljallangan mazkur yirik loyiha doirasida quvvati 15 megawatt bo'lgan zamonaviy gidroelektr stansiyasi barpo etiladi. Yiliga 50 million kilovatt-soat tok ishlab chiqarish quvvatiga ega bu inshoot hududning energetik mustaqilligini ta'minlovchi asosiy vositaga aylanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining topshirig'iga asosan Farg'ona viloyati So'x tumanida quvvati 15 megawatt bo'lgan Milliy GES loyihasi amalga oshirilishi rejalashtirildi. Ushbu loyihani amalga oshirishning maqsadi hududning gidrosalohiyatidan samarali foydalanishga qaratilgan. O'rtacha qurilish davrida 800 ga yaqin ish o'rinlari shakllanadi. Qurilish yakunlangach 17 ta doimiy ish o'rinlari shakllanadi. Tahlillarga ko'ra, loyihaning iqtisodiy foydasi faqatgina elektr ishlab chiqarish bilan o'lchanmaydi. Asosiy natija tumanning elektrga bo'lgan umumiy ehtiyoji qariyb 71% ga qoplanadi. Oqibatda 20 mingdan ziyod xonadonda ta'minot yaxshilanadi. Bundan tashqari yiliga 14 million kub metr tabiiy gaz tejalib, davlat iqtisodiyotiga katta foyda keltiradi. Buni qurilishini xalqimiz eshitib, haqiqatan biz yoshi qari quvondik, xursand bo'ldik. Nimagaki xalqimiz arzon, sifatli, uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlanadi. Mana qanchadan qancha ish o'rinlar tashkil etiladi. Mana Javpaya mas'ulimiz o'zlashtirildi. O'sha yerga elektr bilan suv tortiladi. Mana shu bog'lar barpo etilyapti, yerlar ochilyapti, ish o'rinlari yaratilib, ishsizlar soni kamaytirilib, aholini iste'mol savatchasi to'lib, yana boyib ketyapti. Bugungi kunda yangi O'zbekistonimizda yangi So'x barpo etilyapti. Mazkur yirik infratuzilma loyihasi hududdagi ijtimoiy masalalar yechimida ham muhim rol o'ynaydi. Xususan, aholi bandligini ta'minlash borasidagi ko'rsatkichlar diqqatga sazovor. So'x tumanida barpo etilishi ko'zda tutilayotgan Milliy GES bu shunchaki qurilish inshooti emas, balki mintaqaning iqtisodiy yuksalishini ta'minlovchi muhim vositadir. 41 million dollarlik sarmoya bu aholi farovonligi, sanoat taraqqiyoti va eng muhimi hududning energetik mustaqilligi uchun xizmat qiladi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan maxsus O'zbekiston 24 telekanali uchun tayyorlandi.